Radnoy, esingda tursin. Sizlar erkaklarni hayot. Ara Radnoy, sen agar o'g'il bola bo'lsang, sen agar erkak kishi bo'lsang, gaplarimni oxirigacha eshit. Radnoy, seni ota-onangga sizlar bola kerak emas. Radnoy, seni aka-ukalaringga ham sizlar nimjongina aka-uka kerak emas. Radnoy, xudo xolasa uylansang yoki hozir uylangan bo'lsang, seni xotiningga sizlar erkak kerak emas. Radnoy, hali farzandli bo'lmagan bo'lsang yoki farzanding bo'lsa, seni bolalaringga ham sizlar erkak kerak emas. Mana shu narsani bo'yningga ol. Erkakmisan, erkak bo'lib tug'ildingmi, bo'ldi, kuchli bo'lishga harakat qil. Ham aqlan, ham jismonan, ham ruhan. Radnoy, esingda tursin. Sizlar erkaklarni hayot. Faqat mana shunday qiladi. Shuning uchun o'zingni kuchaytir, Radnoy. Charchama, kuni yaxshi o'tsin.